Ertalabdan shunaqa tayyor, asalgina bo'valib uyg'onaman desam, ishonasizlarmi? Ishonmanglar, chunki unaqa emas. Srazu bo'yangan asal bo'lib uyg'onmaysiz. Har kuni o'zimni ko'rib qo'rqib ketaman, ishib ketgan bo'laman chunki oppoqqina bo'valib, yuzlarimni yuvalib, toner qildim. Yuzni terisini namlantirish uchun juda zo'r narsa. Undan keyin vitaminlarimni qabul qilishni boshladim. Eng muhimi D3 vitamini nonushtadan keyin ichasiz, albatta magniy bilan birga va omega 3. Hammasi organizmingiz uchun eng muhim vitaminlardan biri va hammasini har kuni yil davomida ichishingiz. Ana endi yuzni yaxshilab tozalab bo'lgandan keyin krem uxotlarga o'tamiz. Undan keyin faqat SPF har kuni ishlatishingiz shart asalim, chunki SPF quyoshdan sizni teringizni juda yaxshi saqlaydi. Undan keyin musor to'kishga chiquvdim. Har doimgidek odamlar farosatiga hayron qoldim. Necha marta kurashdim, shunaqa tashamanglar musor deb, baribir uyalinglar. Xullas, undan keyin ishga ketyapman. Ikkinchi qismi davomi bor. Assalomu alaykum.